Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib, sizlarga gunohlarning kattasini xabarini beraymi deb 3 marta takror aytdilar. Shunda sahobalar, ha, xabar bering dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib, Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lish dedilar-da, yonboshlab turgan edilar, tik turib, o'tirib, ogoh bo'linglar, yolg'on gap ham dedilar. Ana shu gapni qayta takrorladilar. Qo'rqib ketganimizdan deydi, qani endi tezroq sukut saqlasaydilar deb hayolimizdan o'tdi. Mana bu hadisda Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohga shirk keltirishdek buyuk, eng katta dunyodagi gunohdan keyingi ikkinchi o'rinda ota-onaga oq bo'lishni aytyaptilar. Demak, Allohga shirk keltirishdan qanchalik odam qo'rqsa, ota-onaga oq bo'lishdan ham shunchalik qo'rqmog'i kerak ekan va yolg'on gap, to'qima bo'xtonlardan ham shunchalik darajada ehtiyot bo'lishi lozim ekan.